ko'z mashqini qilib turing do'stim, iltimos qilaman. Siz ko'p telefon ko'ryapsiz, ko'p gadjetlar ko'ryapsiz. Ko'z mashqini qilib turing. Demak, boshladik. O'tirgan holatingizda hech nima ketmaydi. Ataga sizga 30 sekund vaqtingiz ketadi. 30 sekund vaqtingizni olaman. Ko'zingizni tepaga qaratamiz. 1 2 1 2 1 2 va yonga 1 2 1 2 va aylantiramiz endi. 1 2 1 2 1 chapga o'ngga chapga o'ngga. Xuddi shu sizga yaxshi o'xshayapti. Xuddi shunday davom eting. Tepaga pastga tepaga pastga chapga o'ngga. Ha deb qo'l oyoqlarni mashq qilmasdan, fitnessga borolmasa ko'zingizni mashqini qilib turing. Chunki siz ko'p gadjet ko'rish sababli qon aylanishlar buzilib, zrena pasayib ketish holatlari kuzatilishi mumkin. Ushbu mashqni doimiy har kuni videoda eslatib turaman. Har kuni mana videoda, masalan, mana rekomendatsiyadan video chiqib qolganda, shu mashqni sizga o'rgataman. Har kuni kelinglar, shu videoni har kuni yangitdan qo'yishni boshlayman va qo'yganini o'zim ham amal qilaman. Sizlar bilan birgalikda ko'z mashqini qilib turamiz. Har kuni qiladigan bo'lsangiz, ko'zingiz ravshan bo'ladi. Yaxshi ko'rishni boshlaysiz. Undan tashqari, ko'zingiz nurlari, qon aylanishlari yaxshi bo'ladi, zrenangiz pasayib ketmaydi. Kichkina tartibga like bosing, kommentariyada shaxsiy fikringizni qoldiring.